qo'yib oldik. Endi avtomatimiz o'chiq. Siqib olamiz. Siqib oldik. Tok keldi, chunki o'zi avtomatimiz tekitib bo'lganimizda avtomatik tashlaydi. Pskatelimizni qo'shamiz. Pskatelimiz ishladi. O'chiramiz. Pusk. Bu stop. Yaxshi ko'rinish uchun. Pskatelimiz qo'shilgan. Pusk. Mana bu yo'nda pskatelimiz stop. Buni multimetrda ham aniqlab bersak bo'ladi. Kontagimiz yonib o'tishini. Multimetrimiz ko'rinmagan ekan sizlarga. Video rolikda mana endi xudo xolasa mana puskni bosdik, mana yondi. Stopni bosamiz, strelka pastga ketadi. Pusk, stop. Tekni bosamiz, ishlamaydi. Mana puskni bossak ham o'sha tamom. Bo'shatib olamiz. Yaxshilab ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana o'rtoq bir bog' bilan ulangan kontagimizni tokini simni mana tok kelayotgan o'z avtomatimizga ulaganmiz. Pusk knopkamizni A1 kontakka ulaganmiz. Mana A1 kontakka, A2 kontakka avtomatik o'zi avtomatimizdan chiqib bironta nimalarsiz, knopkalarsiz avtomatik keladi. Mana stop knopkamizni bittasini mana qo'shimcha kontagimizning tagi qismida ulangan. Xuddi shunday tagi qismi bilan chiqib ketib, mana A1 kontakka kirib ketdi. A1 ga kiribdi, mana ko'raymizdek. O'z avtomatimizni qo'shamiz. Mana tok kelganda mana shunday bo'ladi. Bosdik, yana pskatelimizni qo'shdi. Puskni o'chiradi. Video roligimiz yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmaymiz. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yamiz. Yangi videolar chiqarganimda, xudo xolasa, shunda yana qiziqarli videolar chiqarib boraman. Bu akkauntimni tiklolmasam, shu akkauntimni kuzatib boruvchilar obuna bo'lib qolaverasizlar. Salomat bo'lasiz.